qaraymiz. Demak, mod 35 mayda nechinchi misol? Mod bizada bo'lyapti. Mod 35 da nechinchi misol? 40-chi misol. To'g'rimi? Nima deyapti? Funksiya grafikiga o'tkazilgan olinma nuqtadan o'tadi. Ammo bu funksiyaning grafiki nimadan bo'ladi? Ha? Grafiki nomi nima edi? Parabola. Parabolada nechta o'rinni o'tkazish mumkin demak? Bir nechta o'tkazish mumkin. Demak, parabolaga qaraydigan bo'lsak, mana bunday holatda parabolada diskriminant hisoblasak nima edi? Diskriminant. Bir kvadrat minus nima edi? 4a edi. Diskriminant baholi ekan, bir kvadrat necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Minus 2 kvadrat necha? 4. Keyinchi minus 4a. 4 necha ko'paytiramiz? 1 ga 2 ga. 3 ga necha bo'ladi? 12. 4 dan 12 narsa necha? Minus 8. Diskriminant manfiymi? Demak, parabola OX to'qini kesib o'tmaganda, demak, u qanday holatda o'tgan? Mana bunday holatda bo'lgan. OX to'qini yuqorida bo'lgan. Ana, badan tushuncha. Shu 1 minus 2 nuqtadan o'tadi deyapti. Bunga o'rinni o'tkazish kerak. O'rinma 1 minus 2 nuqtadan o'tadi. Demak, aytaylik, mana yerdan bitta o'rinni o'tkazsak mana. Mana yerdan bitta o'rinni o'tkazsak mana. Nechta o'rinni o'tkazish mumkin ekan shunga? Nechta o'rinni o'tkazish mumkin ekan? Shu o'rinmalar 1 minus 2 nuqtadan o'tadi degani. Ya'ni men yerdan 1 deb bersak, minus 2 dan endi mana hozir aniq qilib chizsam 1 minus 2 nuqtadan o'tadi. Endi ikkita o'rinma bor ekan. O'rinmalar bunday bo'ladi. Y teng kx plus mayli b ko'rinishda bo'ladi. K degani o'rinmaning koeffitsiyenti bo'ladi mana. O'rinma burchak koeffitsiyentini aniqlaysa mana shu k bo'ladi. Tushundingmi? Yo mana u ham y ikkinchisi nima edi? Kx plus b. Bizda nechta tenglama bo'ladi? O'rinma tenglamasi. Ikkita bo'lar ekan. Mana o'rinma tenglamani top deyapti ba'da. Nechta bo'lar ekan bizda? Ikkita bo'lar ekan. Endi tushundingizmi mana shuni hozir? O'rinma tenglamasi shunga tuziladi. Y teng f strix x0 x minus x0 plus f x0 ko'rinish mana shu o'rinma tenglamasi umumiy ko'rinishi ekan. Tushundingizmi? Hosila berilganda o'rinma tenglamasi umumiy ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Tushundingizmi? x0 degani o'rinmani mana funksiyani x0 nuqtasi mana shu yer bo'ladi. Mana funksiyani y ga bo'ladi, nimasi bo'ladi? X bo'ladi. Tushundingizmi yo'qmi? Mana o'rinma shu yerda o'rnayaptimi? Shu o'rinish nuqta x0 deyiladi. X da x. Y da x nima deyiladi ekan? Y0. Mana shu x0 nuqtadan o'tkazilgan o'rinma tenglamasi degani. Tushundingizmi? Mana shu x0 nuqtasi. Tushundingizmi? Kim tushunmadi? Tushundingizmi? Shu x0 nuqtani adashmaslik uchun nima deb olaman? Bironta T harfi deb olaman. T yoki B yoki C farqi yo'q. Tushundingizmi? Endi bizda o'rinma tenglamasi qanday ko'rinishda bo'ladi? Tersi. Y teng menga aytadi Abduvali. T kvadrat. Ifat strix. Osmonga qarama. Ko'zing bilan qara. Ifat strix nima bo'ladi? T qalqisi. Ana T yaxshi. Davomi? Qavs. X minus T. X0 T ga teng mana. X0 teng T mana bu yerda mana. Mana qaranglar. Tushundingizmi? X0 o'rniga nima qo'yiladi? T. Gapirchi. X minus T. X minus T. Qalsa qiladi plus. Plus nima edi? Ifat T. Mana. Endi tushundingizmi? Shart aytishimni aytayapman. Bormi? Bormi savol? Yo'qmi? Davom etamiz. Ana endi menga hozir shu yerda mana F-ni va F hosilasi T'ni hisoblasam bo'ladimi? Bo'ladi. Ya'ni F degani funksiya, mana funksiya. Tushundingizmi? Y teng x kvadrat minus 2x plus 3 degani nima degani? Funksiya degani. Shuning uchun F deyishimiz mumkin. Funksiya yoki y deb belgilash. F degani function degani. Tushundingizmi? Kelaylik F strix
hisoblayman. F strix x hisoblayman. F strix x. Mana tepada strix belgiladi. Funksiyadan nima olgan? Hosila olgan x bo'yicha. Hosila olsa 2x x kvadratdan hosila olsa nima bo'ladi? Davlat. Davlat nima bo'ladi? 2x bo'ladi. Olijadi. Davlatjon, menga qara. X darajasi olib tushdi. X darajasi 2 edi, menga qara. 1 kamaydi, 1 bo'ldi. Tushundingmi davlat? Tushundingmi? U yana shuni o'rganasan, videoni qo'yamayman. Tushundingmi? Davom et. Minus 2 turadi. X dan nechta edi? Bitta edi. Olib bir tushami? 2 bir ko'paytirsa necha bo'ladi? 2 bo'ladi edi. X dan nechta qoladi? Qolmay 0 qoladi. Birdan bir esa 0. X dan 0 dan yo'qmasa ham bo'ladi, 0 da yo'qda. Necha dollaring bor? 0 dollarim bo'lsa yo'qda. Yo'qmasa bo'ladimi? Shunday qolayotganmi? Ana, lekin menga ifat strix nima topishim kerakmi? Qani, mana bunga ifat strix x o'rniga nima qo'yaman? T qo'yaman mana. Ifat strix T. Gapir, davlat. Ha. Teng 2 x T. Allohga shukr. Buni ekanmi? Tushundingmi? Buni topdim mana uni olib qo'yaman. Ifat strix x ni o'rniga qo'yaman. Tushundingmi? Endi yana nima topishim kerakman bu yerda? Mana ifat strix t ni topdimmi? Mana topdim. Bo'ladimi? Endi nima topishim kerak? Ifat t. Qani boshqa yercha? F t. Gapir qani aziz? O, nima uchun takrorlayapti? Ha? Chunki tepada ifat hosilasi mana bu yerda, to'g'rimi? Bu ifat x b bo'lsa, ifat t kvadrat bo'ladi. Davlat tushuningmi yo'qmi? Davlat uchun alohida yozaman, davlat san uchun. Mana bu degani y teng degani ifat x teng deb tushunsangiz, x kvadrat minus 2x plus 3. Mayda x bo'lsa davlat bu x bo'ladi. Mayda t bo'lsa bu t bo'ladi. Davlat tushundingmi? Tushundingmi? Gapir qanday davom? minus 2 minus 2 plus 3. Savol, bormi? Bormi savol? Endi mana shu topilganlarni, mana f t ni o'rniga buni qo'yamiz. Tushundingmi? Qiymat. Endi topilganlarni o'rniga olib kelib qo'yamiz, mana o'rinma tenglamasi, mana. O'rinma tenglamasiga topilganlarni olib kelib nima qilamiz? Qo'yamiz. Ketdik. Y teng f strix t ni o'rniga nima qo'yaman? F strix t. Nima qo'yaman? 2t minus 2 qaus qo'yamiz. Ikkinchi qaus nima qo'yaman? X minus bunda boshqa narsa yo'q. Tushuning? Plus f t ni o'rniga nima qo'yaman? Savol. Azmanon, savoling bo'lsa kel, ber. Bormi Azmanon? Bormi savol? Endi ikkoviga mana shu bo'lib tushuntirishim kerak senga. Sen 2 marta tushunyapsan chunki. Endi mana shu o'rinma tenglamasimi? O'rinma tenglamasi shunday bo'ladimi? O'rinma funksiya grafiga o'tkazilgan o'rinma shumi? Shu qaysi nuqtada o'tadi? 1 minus 2. Ya'ni x mana 1 degan x, y degan minus 2 degan kim tushunmadi? Demak x da o'rniga 1 qo'ysa, y necha teng bo'lishi kerak? Minus 2. Qo'yaman. Y o'rniga nima qo'yaman? Minus 2 teng gapir davlat. Nima edi? 2 minus 2 ta qaus ichida minus 2 teng. qaus x o'rniga qo'yamiz. B minus t aha
plus t kvadrat minus 2t plus 3. Qatnoma chiq, mana shu. Gapiringlar. O'zlaring yozayapsan, mana uni men yozayapman. Gapiringlar. Kim yozyapti? Aytsanlar, yozayapman-da. Meniki o'rganaylik, doskaga chiqqan. Mana qanday bilaman, mana qanday qilyapman. Diyu o'zingsan qolib ketib qolasan. Sayni tushunib ishlashga o'tish kerak. Yodlashdan foyda yo'q. Tushunyapsizmi? Sana o'zi birdaniga o'zi ana ishlashga qolibga o'rganayapsan. Birdaniga o'sha universitetga o'rganayapsan. Tushuningmi? Biza mavzulashtirmay o'qiyapman masalan. Tushungan? Mana. Endi mana qavsdan ochamanmi? Ochaman. Aziz bitta gapirgan, minus 2 teng. Qavs ochaylikchi? 2. Aha, minus 2 tani buni ko'paytiramiz, 2 tani menga davlat. 2 ta ay. Minus jam bo'ldi. 2 ta minus aytadi. 2t minus 2t kvadrat davom aytadi. Plus t kvadrat. Shuni mana asl t mana bu bilan salomlash, bu bilan salomlash. Asl kim qoldi? Bu qoldi. Bu ham bilan salomlashadi. Shuni tushunsa bilan deb qolchasiya. Demak, ikki nima bilan salomlashadi? Bir bilan. Ikki bilan. Shuni tushunsa bilan deb qolchasiya. Endi 3 ta bo'lsa, choy mana 2 bilan salomlash chiqadi. Endi 5 ta bo'lsa, 5 ta nima bilan? Endi shuni deb qolchasiya tushunaylik. Xo'p, davom eta ayt. Jam to'xtatdi. Gapiring. Sana tajriba bundan ko'ra ko'proq, sana bir cho'rug'ingiz. Xo'p. Minus 2 ni 1 ga ko'paytirsak minus 2. Minus 2 ni tagiga ko'paytirsak nima bo'ladi? Minus bilan nima bo'ladi? Plus nima bo'ladi? Shuni bir ba'zan choqib olmaydi, o'yga borib. Mana ketdimi? Davomida nima yozaman? Plus t kvadrat minus 2t plus 3. Azmanmi? Gapir. Savol bormi? Chiqinglar, aytinglar. Savol. Davlat. Savol beringlar. Bormi? Shunday bo'ladimi? Bo'ladi. Endi hammasini bitta tomonga qilamiz. Kelinglar. Minus 2t kvadrat plus t kvadrat nima bo'ladi? Davlat minus kvadrat eşittir sıfırlar. nima bo'ladi? T kvadrat plusmi minusmi? Minus t. Minus t kvadrat bo'ladi. To'g'ri? Minus t kvadrat qayerda qoladi? O'ng tomonda. Qaysi tomonga yo'qotaman plus qilish? Chap tomonga yo'qotsa nima bo'ladi? T kvadrat bo'ladi. Kim tushunmadi? Chap tomonga yo'qotib bir, ikki, taylan. Boshla. Taylan ayt. To'g'ri. Ikkita qayta turibdi. Qayta turibdi. Nima bo'ladi? Plus 2t. Minus 2t. Kim tushunmadi? Bormi? Davomi. Sonlarni aziz. Bir bo'ladi, bir ha? Bir tomonga o'tsa nima o'tadi? Minus 1 o'tadi. Minus 2, minus 1 necha bo'ladi? Minus 3. Tushunmaydi? Yo'q. Tushundingmi? Kim tushunmadi? V teoremasi bo'yicha nechtalisi bor? Ikkitalisi bor, to'g'rimi? Ilslarni qo'shsak, ilslarni ko'paytirsak necha teng bo'lishi kerak? Ya'ni T1 T2 ko'paytirsam nima edi? Minus 3. T1 ga qo'shsam T2 ni V teoremasida mana buni qarama-qarshi bo'lishi kerak, minus 2. Necha bo'lishi kerak? 2. Qanaqa sonlar? 3 bilan. Qaysi minus? Minus 1 bilan, o'sha minus 1 da 3 ko'paysa minus 3, minus 1 ga 3 qo'shsa 2. Tushuningmi? Bizlar necha ekan? T1 teng minus 1, T2 teng necha? Tayland topdikmi? Endi urinma tenglamasini tutishimiz kerakmi? Endi so'rayapti. Urinma tenglamasini tutishga. Endi olib qo'yaman bo'ldiki,
Tanini o'rma tenglamas qaysi edi menda? Mana bu edimi? Mana bu. Shu yerda o'rma tenglamasmi? Mana bu o'rma tenglamasi edimi? Davlat. Shuni olib kelib qo'yaman. Ana davlat. Egrik teng. Ikki ko'paytirgan kaynonga bitta qo'yaman. Men so'rab qo'yapsiz. Minus 1. Ikki minus 1 ko'paytirsam nechi bo'ladi? Minus 2. Davlat shuni birdan shuni yazsam bo'ladimi davlat? Minus nechi keyin javobda? 2 keyin 2 X minus kaynonga nechi qo'yaman? Minus 1 qo'ysam nima bo'ladi? Keyin plus birdaki minus birdaki kvadrati nima bo'ladi? 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. Plus 1 minus 2 ko'paygan 2 nima bo'ladi? 2 bo'ladi. Plusmi minusmi? Plus Plus 2 plus 3. Davlat o'zi tushundingmi shuni? Minus 2 minus 2 nechi bo'ladi? Minus 4. Minus 4x ko'paytirsang nima bo'ladi? Minus 4x. Minus 4x. Davlat tushundingmi? Tushunmagan bo'lsang? Hop. Davom. Chegirchasini o'zingdan chiqib al. Salom qanday? Savollarni so'rab charchamasdan. Ishlaring zo'rmi, charchamaysanmi? Men jo'rdim shunga. Kim baqoli ekan? Sağolun bu. Nima deysan? Bitta toshgan. Ya, uni sannak promosyonu sana dibuka. Nimaga bir tushunib kerakmi? Ikki kerak. O'zi shuning uchun qilgan. Bo'lmas. Qolgan kimsan qanaqa? Ishlar deyman. Dia bersamping dari sekolah menjadi dalam. Jauh kita masih membatasi karena di sosialnya baru baru warga itu waktu itu apa? Menunggu ya kalau tidak saja bersama. Loh. Dalam istirahat. Minus 4x nima bo'ladi davomi? Manavi ko'paygan davomi nima bo'ladi? Minus 4 nimaga ko'paytiramiz? Birga. Nechi bo'ladi? Minus 4 mi? Bu tomon necha edi o'zi? 1 ga 2 qo'shsak. 3 6. 6 bag'da nima bor edi? Minus 4 bor edi. Minus 4 ga 6 qo'shsak necha? Plus 2 ekan. Mana bitta o'rinmiz. Mana birinchi o'rinma tenglamas ekan. Tushundingmi? Ikkinchi o'rinma tenglamasni o'zimiz hisoblamizmi endi? Ochiq qoldirsam bo'ladimi? Taymoni nechi qo'yamiz? 3 qo'yib hisoblaymiz. Ana o'rinma tenglamasini tuzib bo'ldik ikkita B variantini. Endi nima so'rayapti? O'rinmaning burchak koeffitsiyenti. Koeffitsiyent deganda mana bu x ni oldidagi son koeffitsiyent hisoblanadi. Bu yerda minus 4 chiqdi. Yana undan nima chiqadi? Tushuninglarmi? O'sha burchakning nimasi bu ekan? Hamma kim tushunmadi? Video bor. Rasmni olib tashlayman. Uyga borib g'ajib tashlash mumkinmi videoni? To'xtatib pauza qilib o'rganish mumkinmi? Mumkin-a? Yaxshi. Yoki bunday qilsam
bir tashishda ikkitalab bo'lsin yo 4ta 5ta bo'lmasin, nima deydilar? Bu misolni rasmga olaman, mana print screen va o'zimizni guruhga tashlayman, mana. Mayli, mana ketma-ket bo'lsa ham men tashladim. Muammo yo'q. Men tushunmadim, men o'qildim degan joyi yo'q. Videosi ham albatta ketyapti. Endi keyingi misol. 39-misol. Qaraymiz. Xo'p. Ko'ryapsiz-a? Sizmada fx funksiyani nimasi? Funksiyani hosilasini nimasi keltirilgan? Grafik. Funksiyani o'zi nimasi? Hosilasini grafik. Funksiyani lokal maksimum, funksiyani minimum nuqtasini nima qilingan? Toping. Bu yerda maksimum nuqtalarini yig'imiz. Yana bir ikkita. Bitta test kelib qolsa, o'zi nuqtalar 3 ta nuqta bo'lmadi. Bitta, ikkita, 3 ta. To'g'ri? Demak, qaysilari o'zi maksimum bo'ladi? Demak, maksimum nuqtalari yig'imiz deganda bir ikkita bo'lgan bo'lar ekan-da. Qaysilar maksimum, qaysilar minimum o'z bo'ladi. Bitta qumuz qaraylik. Dastlab qayda turadi? Mana yerda turadi, to'g'rimi? Qayda turadi? Maksimum balandlikda turibdi. Qayga qarab tushib ketdi? Sizga yurib keldimi? Maksimumni shunday yurib keldimi? 2 dan o'tdimi? Demak, 2 maksimum nuqta ekan, maksimum nuqtasi teng ekanda. Kim tushunadi? Tushuningmi? Mana yerda chumol turuvdi. Qayda turibdi? Pastda turibdi. Bir yurib ketdi pastda, bir choy poyi ichib oldi, aqalni qoqib oldi, nima deb ketdi. Minimumda turibdi, minimumdan tepaga qarab chiqyapti. Mana 3 nima bo'ladi bizda? Minimum 3 bo'ladi. Kim chiqadi? 3 minimum ekan. Kim chiqadi? Kim maksimum bo'ladi? To'g'rimi? Yani tepaga chiqib oldi, bir ag'barni qoqib oldi-da, yani tumanlarni pastga qarab, maksimum. Maddi qanchasi? Matematikdan aytmayman. Qancha tilda aytayapman. Shunday bo'lamiz. Ha? Ana, funksiya minimum nuqtasini topsa 3, maksimum nuqtalari yig'imini nechiga teng? 6 ga 2 to'playman. Davlat savol. Qanchasi tushuntirdimda? Hazm qilishlari uchun. Uyga borib chumoli tumalayapti, men o'ynamayman. Fikrlar. Bu yerdan baqarib chiqsa aytishdimi? Bu yerdan boshqa aytishdim. Bu yerda hech keladi. Men 2 mingga tegishli. Bu yerdan baqarib chiqsa aytishdim, men undan baqarib dema. Bu vaqtda boshlayapti dastlab ishini. Tushuningmi? Ha? Bu yerdan boshlayapsa, yo'q. Boshqa boshlaysanmi, o'rtasidan boshlaysan? Savolingga javob juda ko'p. Qismatlikda qilib, bu tomonga qarab ketmoqman, max minimum bo'lish kerak to'g'ri. Yo'q, boshqa boshlaysan. Tushunaymi? Uyga borib shunday qilib ko'rish mumkin. Savolga shunday qilib ko'r, qilguli emas bu narsa. O'zingga tasavvur qilib ko'rish kerak. Tushunaymi? Tasavvur qilsang, sen albatta tushunasan. Men bilaman, bir haftadan keyin yo 2 haftadan keyin ko'pchilik aytolmaysan. Nima shunday deyapti, men unga javob berasan hozir 2 haftadan keyin bir so'rayman. 2 haftadan keyin javob beraman. Unga aytaman, nima shunday deysan, men shunday deydi. Tamom? Ha, ikkita misol tushuntirdi-ya. Yana bitta misol tushuntirsak bo'lar ekan. 39 38chi. Kelaylik shu 38 39 40 chop bitta joyda bo'lsin. Tushunaymi yo'qmi? Menimcha 38 ni tushunishimiz oson bo'ladi. To'g'rimi yo'qmi? Oson bo'ladi deb o'ylayman men. Tushunaymi davlat yo'qmi?
Demak, A va B da balandlik. Mana bu B da balandlik, A nima edi? Balandlik. A biz ushbu qanaqa ekan? Muntazam ekan. Mana balandlik bo'lgandan keyin bular muntazam bo'lsa, hamma joy 8 dan bo'lsa, mana nechta tushadi? Yarim. 4 tushadi. Birdan birgacha 4, birdan birgacha 4. Mana topishim kerak. Aylanma radiusini topishimiz. Mana aylanma, mana radius topishim kerak. Shu radius kerak menga. Tushunyapsizmi yo'qmi aziz? Shu radius bo'lsa, radius hamisha o'rinmaga nima bo'ladi? 90 gradus bo'ladi. Pastga qarab ham tushsa, mana o'rinmaga 90 gradusmi? Bu ham nima bo'ladi? Radius. Birdan birgacha radius bo'lsa, birdan birgacha nima bo'ladi? Radius. Chunki mana ham 90 da chunki. Mana 90, mana 90, mana 90 bo'lsa, bu ham 90 bo'lishga majbur. To'rtburchak qarama qarshi tomonlar tengmi? Radius. Bu radius bo'lsa, mana ham mengacha baribir nima bo'ladi? Radius. Birdan birgacha radius ekanmi? Jami 4 bo'lsa, birdan birgacha radius bo'lsa, birdan birgacha nima bo'ladi? 4 meter. 4 meter. Tushunarlimi? Ana endi menga shu radius kerak-da, tomonga bog'lab olyapman. Mana undan bitta balandlikni aytishim. Mayda kisuta, to'g'rimi? Shu qanaqa uchburchak qoldi? Mana 90 bo'lsa, mana uchi muntazam bo'lsa, mana nechi gradus? 30 gradus bo'ladi, to'g'rimi? Chunki muntazam uchburchakda har bir burchak 60 gradusdan bo'ladi. Mana teng 2 bo'lgani uchun, mana teng 2 bo'lgani uchun 30 gradus. Mana uchburchakka qarayotgan bo'lsak, mana bu uchburchakka qarayotgan bo'lsak, mana uchburchak mana. Qanaqa uchburchak shu uchburchak mana? To'g'ri uchburchak. 30 gradus qarshiday katet. Gipotenuzani mas'uliyati yarim. 30 gradus qarshiday katet x bo'lsa, endi bunday qarang. Mana kichkina katta uchburchakda mana tomon yo'q, bergan bergacha, mana bergacha, mana joy yo'q. Shu bir uchburchakka qarayman. Mana uchburchakka, mana bu, mana uchburchakka qarayman. Bular shu. Bu ham necha gradus bo'ladi? 90 gradus. Shu uchburchakka 30 gradus qarshiday katetda r gipotenuza mana bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu gipotenuza bo'ladi. Necha r bo'ladi? 2 r. Chunki 30 gradus qarshiday katet gipotenuza nimasiga yarim. Bitta tomoni necha bo'lsa, 4 minus. Ya'ni o'sha uchburchak bunday bo'lyapti mana. 4 minus r, mana necha? 2 r. Tushunarlimi? Shu rni topishim kerak. Buni Pifagor teoremasi bor, to'g'rimi? Katetlarning kvadratlari yig'indisi gipotenuza nimasiga teng? Kvadratiga teng. 4 minus r ning nimasi? Kvadrati plus r ning nimasi? Kvadrati teng 2r ning nimasi? Kim tushunmadi? Tushuningmi? Kim tushunmadi? Mashina. Chiq. Nimaga mashina bilan 2 minus r kvadrat plus r kvadrat olyapsiz? O'shalar qanaqa qaysi tomonlar? Uchburchakda qanaqa tomonlar? Tomonlar, katetlar. Katetlar. Uchburchak nimalari ekan? To'g'ri uchburchak? Katetlar. Bu tomon nima ekan? Nima ekan bu tomon? Gipotenuza ekan. Pifagor teoremasini aytdi. A kvadrat plus r kvadrat. Ikkita katetning kvadratlarini qilib s kvadrati nima? Mana a mana bu b mana s. Bu teng nimani? Endi ishlash kerak. Kvadrat teng nima? Qo'lga xassa. Ya'ni 4 ning kvadrati 16 minus a kvadrat minus 2 da 8r plus r kvadrat, to'g'rimi? Buni ochishsa 4 minus r ning kvadrati. Plus nima bordi? R kvadrat teng 4r kvadrat. Hammasini bitta tomonga o'tkazaman. 4r kvadrat, mana r kvadratga r kvadrat bo'lsa nechta r kvadrat bo'ladi? 2r kvadrat. Maqul o'tkazsam nechta bo'ladi? 2r kvadrat bo'ladi. 8r plus pul o'tadi bu tomon. O'ng tomonga. Chap tomondan o'ng tomonga o'tyapti plus bo'lishi uchun hurmatli yechuvchilar. 16 teng nima bo'ladi? 0. Necha bo'lsa, mana 2 ga bo'lib olaman keyin qotish. 2 ga bo'lib olsam nima qoladi? R kvadrat minus 8. Tushunarlimi? Bundan diskamdan topaman. D teng 4 ning kvadrati necha? 16 minus 4a edi, minus 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan minus 8. A 2 mi? A ekan.
Endi men tushunmasang unga borib o'tirasan deydi. 16 plus 48 32 teng necha? 48. 48 mana shu. 48. Endi nima topaman? R1 topaman. Radius keladimi? R1 teng minus B plus izosi D taqsim necha edi? 2i. To'g'rimi? Ya'ni mana bunday holat bo'lsa, a(x) plus bx plus c teng 0 bo'lsa, biz aniqlamamiz r kvadrat plus 4r minus 8 teng 0. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, davlat a teng necha ekan? X kvadrat oldi a tur ekan. R kvadrat oldi a nechaga teng? 1ga. B-chi? X oldi tur ekan. 4ga. To'g'rimi? C-chi? Ana davlat tushunmasang, o'yga borib. Mana qo'yaman o'rniga. Minus B-ni necha qo'yaman? 4 plus izosi D nechta? 8 taqsim 2 ko'paytirilgan 1. Ana bu degani minus 4 plus 48 ni maydalab yozyapman. 16 ko'paytirilgan 3 deyman. Taqsim 2. Nima uchun 16 ko'paytirilgan 3 dedi? Chunki 16 dan 4 chiqadi. Bildingiz. Minus 4 plus 4 izosi 3 taqsim necha? 2. Kim tushunmadi? Tushundingmi? Tushundingmi? Endi mana bu ikkita kaka, mana bu ikkalasiga ham tegishli, bunga ham tegishli. Minus 4 ni 2 bo'lsa necha? Minus 2 plus 4 ni 2 bo'lsa 2 ildiz 3 javob. Kim tushunadi? Ana javob shu. Ikkinchi radiusni hisoblamaymiz. Nima uchun deganda radius uzunlik minus bo'lmaydi. Ikkinchisida mana yerda minus bo'ladi edi. Mana bu yerda nima bo'ladi? Mana bu yerda minus turadi. Radius hech qachon uzunlik nima bo'lmaydi? Minus bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu javob radius. Kim tushunmadi? Chiqdi. Tushunmagan joy. Video ketyapti lekin. Mana shu joyda 3 ta misol